La'natlar qiroli Sukuna aslida Yuji Itadorining amakisi desam ishonasizmi? Bu jodugarlar jangining so'nggi boblarida ochilgan dahshatli haqiqat. Qadimiy Heian davrida Sukuna hali tug'ilmasdan oldin o'z egizagini yeb qo'ygan, lekin uning ruhi yo'q bo'lib ketmagan. U Itadori avlodi orqali qayta tug'ilgan. Shu zanjir orqali Yujining oilasi Sukunaning qonini tashib kelgan. Kenjaku Yujining onasi Kaorining tanasini egallab, Yujini dunyoga keltirganda hamma narsa joy-joyiga tushdi. Yuji la'natlangan barmoqni tasodifan yutib yuborgan oddiy bola emasdi. U Sukunaning qonidan yaralgan mukammal idish edi. Uning g'ayritabiiy jismoniy kuchi, qora chaqnashga tug'ma iste'dodi va Sukunaning kuchiga parchalanmay bardosh bera olishining sababi ham shu. Yuji hatto qonni boshqarish va uning texnikasini ishlata olishi ruhan bog'langanini 100% isbotlaydi. Lekin bu shunchaki tasodif emasdi. Bu boshidanoq Kenjakuning rejasi bo'lgan. U Sukunaning qonini dahshatli tajribalar bilan birlashtirib, la'natlar qiroliga qarshi tura oladigan yagona odamni yaratdi. Yuji Sukunaga shunchaki qarshi urushmayapti. Bu amaki va jiyan jangi. O'tmish mahsuli bugungi kun qiroliga qarshi. Shuning uchun ham hammadan ko'ra aynan Yuji la'natlar qiroliga oxirigacha qarshilik qilib, tirik qola oldi.